O'zi tekshiruvga keluvchi patsientlarimiz ichida juda ko'p ushbu holatlarni kuzatamiz. Masalan, to'yiga 2-3 oydan vaqt bo'lgan bo'lsa ham homiladorlik testlari natijasi ko'rsatmaydi, lekin hayz siklida uzilishlar bo'layotgan kelinchaklarimiz homiladorlikni istisno qilish maqsadida o'ziga kelishadi. Biz bu holatda tekshiruvlarda har xil natijalarni kuzatamiz. Ko'pchilik holatda patsientlarimizda gormonal narusheniylar oqibatida turli xil izobrazeniyalar chiqadi. Masalan, hozir kelgan patsientimizda ham shu holatga yaqin misol keltirishimiz mumkin. Hozirgi patsientimiz bugun hayzlarning siklini 22-kuni, lekin ularda qonli ajralmalar kelib, hayz siklida buzilishlar bo'lib turibdi. Ya'ni ular hayz siklini kunini aniq bilolmay turibdilar. Qolaversa, homiladorlik bormi yo'qligini bilish uchun ham tekshiruvga kelganlar. Hozirgi patsientimizni tekshiruv natijalaridan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, matkasini, ya'ni bachadonni ko'rinishida xavfli holatlar aniqlamadik. 22-kun uchun matkani ko'rinishida qo'pol o'zgarishlar ko'rmadik. Masalan, uning o'lchamlari normada, endometriosning qalinligida hozirgi 22-kun uchun yaqin holat o'sishlari normada ko'rsatib turibdi. Lekin tuxumdonlarida esa anchagina o'zgarishlar kuzatdik. Bu yerda tuxumdonlarning holati normaga to'g'ri kelmaydigan ko'rinishga o'tgan, ya'ni organik o'zgarishlar bo'lgan. Bu yerda follikullarning ko'payib ketishi, tuxumdonlarning yallig'lanishlari oqibatida hajmlarning kattalashishi kuzatilmoqda. Chap tuxumdonlarda esa hayz siklining 22-kuniga mos bo'lmagan o'zgarishlar, ya'ni ko'plab follikular bilan birgalikda biz yorilmay qolgan follikularni aniqladik. Odatda 22-kuni follikula yorilishi kerak. Ushbu kelinchagimizda gormonal buzilishlari bilan birgalikda shamollashlar, ya'ni tuxumdonlarda yallig'lanish jarayonini kuzatdik. Bunday holatlar yangi kelinchaklarda ko'p kuzatiladi. Qolaversa, bu adaptatsiya, ya'ni to'ydan keyingi organizmni moslash jarayonlariga ham to'g'ri keladi. Ushbu kelinchagimizda ham yallig'lanish, ham gormonal buzilishlar oqibatida follikularning yorilmaganligi oqibatida ushbu shikoyatlar kuzatilgan. Biz bunday holatda ginekolog tekshiruvga jo'natilib, bemorimizni kuzatuvga olamiz. Xudo xolasa, keyingi natijalarimizni siz bilan bo'lishib boramiz.